Uyimizda olmalar o'saveradi, lekin meva qilmaydi deyotgan do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring. Video aynan siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Daraxtlar xuddi mana shu holatda o'sgandan keyin ekansiz, ko'pchilik tegmaydi, xuddi mana shu holatda tepaga o'sadi xolos. Buni mevaga o'tirgizish uchun zo'r usul bor, shuni o'rgatib boramiz. Bizga ikkita mana shunaqa cho'pay kerak bo'ladi. Buni mana daraxt hisobini olib yerga qo'yamiz. Ikkita o'zimizga mana yoniga ekkani shox tanlab olamiz, xuddi mana shu holatda egamiz. Hamda buni mana tagidan chiqqan, bu shart emas bizga. Buni olib tashlaymiz. Hamda ichlarini tozalab olamiz. Lider sifatida hozir bu shoximizni tanlab olamiz mana. Egilgandan keyin mana ochilaveradi o'rtasi. Bu lider, bu ikkovini egamiz. Mana shu holatda shoxlarni tortib 90 gradusga egib baylab qo'yamiz. Ko'p egib yormaymiz, xuddi shu holatda egamiz. Natijada ko'p egib yoradigan bo'lsak, shox surxnovda ko'p chiqarib yoradi. Shuning uchun 90 gradusga egamiz. Boshqacha kerak emas shoxlarni kesib olamiz, kurtakka qo'yib. Ekkan shoximiz 1 metrdan uzun bo'lsa, albatta buni kesib qo'yamiz. 1 metr qolgizsa yetadi. Bunisi ham mana xuddi shu tomonga 1 xil gradusda qilib egamiz. Bunimizga mana shoxlarni kesib, mana shoxlar xudo xolasa meva shoxi hisoblanadi. 1 metrdan uzun bo'lgandan keyin albatta qaytarib yuboramiz. Kelgusida do'stlar, albatta keyingi yilga bu ikki shoxni egamiz, xohlasak hozir ham egib qo'ysak bo'laveradi. Endi bu shoxlarimizni ikkinchi etajga mana egib bu nimamizga baylab qo'yamiz. Bir narsaga e'tibor berish kerak, ip daraxt tanasini qisib qo'ymaydimi deganlarga mana ko'rmay qilib baylab, mana holi shu holatda. Bu ikkinchi etajdagi shoximizni ham mana qaytarib, albatta qaytarib qo'yishimiz shart. Endi mana lider shoximiz ham o'zi ajradi. Bu lider shoximizni mana bunday qilib teparog'idan albatta qaytarib qo'yamiz. Keyingi yilga chiqayotgan shoxini egadigan bo'lsak, mana shu holatda bunga egamiz. Natijada siz agar uyingizdagi daraxtni bu holatda 1 yil egib turib, keyingi yilga davom ettirmagan taqdiringizda daraxt yonga yotib oladi, hamda yonga o'sib tez mevaga kiradi. Bu abreska usuli juda ham foydali. Nok olmada bemalol foydalansanglar bo'laveradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.